Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Men Ubaydullayeva Jamila, Dinov tadbirkorlik va pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyot kafedrasi o'qituvchisiman. Qadrli tinglovchilar, bugungi mavzuyimiz jahon adabiyoti fanidan Angliya uyg'onish davri adabiyoti. Rejalar bilan tanishamiz. Demak, birinchi rejamiz Angliyada uyg'onish davrining o'ziga xos jihatlari. Ikkinchi rejamiz Angliya Renessansi namoyandalari. Angliyada uyg'onish davri Italiya, Fransiya va qolaversa Ispaniyadan kechroq boshlandi. 15-16 asrlarda Angliyada qirol hokimiyati dvoryanlar qarshiligini sindirdi. Hokimiyatga intilgan juda ko'p feodal baronlar o'zaro urushlarda halok bo'ldilar. Genrix VIII islohotlari natijasida ko'plab monastirlar yo'qotildi. Mamlakat Rim papasiga tobelikdan qutuldi va qirollik o'z ingliz cherkovini boshqara boshladi. William Tyndall Injilni ingliz tiliga tarjima qildi. Mamlakatni qirolicha Yelizaveta boshqargan yillarda Angliya iqtisodiyoti juda tez sur'atlar bilan rivojlandi. 1588-yilda ispanlarning buyuk armadasi tor-mor qilindi. Angliya uchun dengiz yo'llarining barchasi osonlik bilan ochila boshladi. Ko'plab dehqonlar o'z yerlaridan mahrum bo'ldilar. Buyuk ingliz ijodkorlaridan Thomas More 1478-yil 7-fevralda tug'ilgan. Katolik cherkovida avliyo Thomas More nomi bilan hurmatga sazovor bo'lgan ingliz huquqshunosi, sudya, ijtimoiy faylasuf, yozuvchi, davlat arbobi va uyg'onish davrining taniqli gumanisti. U Genrix VIII davrida 1529-yil oktyabrdan to 1532-yil maygacha Angliyaning Oliy Lord kansleri lavozimida ishlagan. 1516-yildan nashr etilgan Utopiya asarini yozgan. Asarda xayoliy orol davlatining siyosiy tizimini tasvirlagan. Thomas Morening eng mashhur kitobi Yangi Utopiya oroli haqida asaridir. Utopiyada yozuvchi davridagi jamiyat haqida tanqidiy fikrlar bildirgan. Asar nafaqat falsafiy, shuningdek badiiy hamdir. Kitob 2 qismdan iborat bo'lib, birinchi qismida muallif o'ziga zamondosh bo'lgan Angliyani tanqid qildi. Ikkinchi qismida esa Utopiya orolidagi tartiblarni tasvirladi. Thomas More birinchi bo'lib jamiyatda xususiy mulksiz yashash mumkin degan fikrni bildirdi. Utopiyada xususiy mulk bekor qilingach, xalqlar o'rtasida diniy, irqiy tenglik o'rnatildi. Aqliy va jismoniy mehnat o'rtasidagi qarama-qarshiliklar bartaraf qilindi. Dehqonlar jamoa bo'lib yashadilar, birgalikda mehnat qildilar. Utopiyada oltinning qadri yo'q, lekin bu jamiyatda pullar bor. Ingliz Renessansining ilk davrida she'riyat yetakchi o'rinni egalladi. Birinchi ingliz gumanist shoirlari Weir va Surreylar aristokratlardan edilar. Qirol Genrix VIII davrida Weir ta'mir qamaldi, Surrey esa qatl etildi. Thomas Weir Italiyaga sayohat qilgan davrida Petrarka she'riyatiga
maftun bo'lgandi. Uning she'rlarini ona tiliga tarjima qildi, keyinchalik o'zi ham ingliz tilida sonetlar yozdi. Sevishganlarning qarama-qarshi tuyg'ulari sonetida lirik qahramon bir vaqtning o'zida qo'rquv va quvonch tuyg'usini his qiladi. Sevgi o'zida hamma qarama-qarshiliklarni jam qilgan. U hayot va o'lim, urush va tinchlik kabi muhimdir. O'zgaruvchan orzu sonetining lirik qahramoni esa orzulari ro'yobga chiqishini juda ham istaydi, lekin taqdir u bilan og'ir hazil qiladi. Natijada qahramonning orzulari orzuligicha qolib ketadi. Henry Говард Sarri ham sonet janrida ijod qildi. Vinzordagi tutqunlik soneti Sarrining eng yaxshi she'rlaridan hisoblanadi. Shoir o'z do'sti Rigmanning o'limidan chuqur qayg'uga botib, beg'ubor yoshlik yillarini eslaydi. Henry Sarri ingliz adabiyotiga oq she'rni olib kirdi. 16-asrda Angliyada dramaturgiya gullab yashnadi. Ingliz teatri xalq manfaatlarini ifoda qilganligi sababli xalq orasida juda katta va tez shuhrat qozondi. Asr oxiriga kelib, Angliyada 20 dan ortiq teatr mavjud edi. Robert Greene qissa va dramalar muallifi sifatida mashhur bo'ldi. Uning qissalari novella she'rlardan iborat edi. Greenning 6 qissasi saqlanib qolingan. Uning Aragon qiroli Alfons, qirol Yakov IV tarixi, Wakefield dalasi qo'riqchisi Jon Grix haqida maroqli komediyalari alohida ajralib turadi. E'tiboringiz uchun rahmat.